Favelaga borish uchun albatta u yoqdagi gangsterlarni tepasida turadigan odamlardan ruxsat so'rash kerak ekan. Chunki o'tga begona odam borganda bular bittada farqiga borar ekan va istalgan odam o'tga ruxsat bilangina kira olar ekan. Bu yerda hozir hali film, video olish haqida gap ketmayapti. Shunchaki borib, bu yerda aylanish haqida gap ketyapti. Favelaga kirish uchun albatta ruxsat kerak. Nega deysizmi? Aslida u yerda yashaydigan insonlar muammo emas, yo'q. Ularning 90% oddiy ishchilar, yaxshi insonlar. Lekin afsuski, favelalar jinoiy guruh, bandalar nazorati ostida. Ular narkotik sotishadi, kokain, marixuana. Tushunyapsizmi? Bu ularning asosiy biznesi. Aynan shuning uchun favelaga borishdagi asosiy muammo bu bandalar. Ular juda xavfli. Aytaylik, favelaga ruxsatsiz borsam, eng yomon holatda ular menga nima qilishlari mumkin? Eng yomon holatda albatta o'ldirishlari mumkin. Eng yomon holatda. Oddiy turist niqobi ostida gid bilan birga Braziliyani eng dong'i chiqqan favelalardan biri Rasinyaga bordik. Favelani chekirib ketyapmiz. Mototaksida gidimiz bizga bir necha marta qaytarib berdi. "Men suratga olish mumkin" degan joylarni suratga olasan, boshqa joylarda suratga olish mumkin emas deb. Favela bu alohida dunyo. Favelada o'rtacha uylarning narxi 8-12 ming dollar atrofida. Agar ijaraga olmoqchi bo'lsangiz, bir oyga tasavvur qiling. Bori yo'g'i 40 dollardan 200 dollargacha bo'lishi mumkin. Uylar mana shunaqa kichkina, xonalari juda kichkina, zinalarni aytadigan bo'lsak, zinalari undan ham kichkina. Endi bilasizlarmi, bu uyga kirganingizda shunaqa hissiyot paydo bo'ladi. Hukumat favelalarga suv o'tkazib bergan, lekin bu qanchalik g'alati eshitilmasin, bu suv noqonuniy, ya'ni odamlar bu yerda suvga pul to'lashmaydi. Shunchaki bu yerdagi odamlar epidemiya tarqab kasallikdan o'lib ketmasligi uchungina o'tkazib berilgan. Shuning uchun bir kun suv bo'ladi, bir kun suv bo'lmaydi. Tomlarning tepasiga qarasangiz, o'nlab, yuzlab ko'k tankerlar bor. Suv bu elektr kabellari shu darajada bir-biriga zich yopishib chalkashib yotgani uchun bir haftada 3 martalab yong'in sodir bo'lar ekan. Ya'ni mana shunaqa simyog'ochlar doim yonib ketar ekan. Lekin uylar betondan qurilganligi uchun uylarga bu unaqa katta xavf tug'dirmas ekan-u, lekin boshqa narsalar, atrofdagi boshqa narsalar yonib ketdi. Braziliyaning boshqa aholisiga mana shu yuk bo'lib tushadi. Orqamdagi chiqindi uyumlarni ko'rib, bu yerda umuman chiqindi olib ketishmasa kerak deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu xato. Har kuni bir marta chiqindi olib ketishadi. Bu ertalabdan beri yig'ilgan chiqindi, tasavvur qilasizlarmi? Juda ham katta kontrast. Siz favelada turib, oyiga 3 ming dollar to'lanadigan maktabni va uni chiroyli tennis kortlari, basseynlarni mashdan turib kuzatishingiz mumkin. Rio haqiqatan kontrastli shahar. Qarangki, bu joylarni narkokartel nazorat qilishiga qaramasdan ularning o'zining g'urur kodeksi bor ekan, ya'ni qizlik